Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Dakan ishqibozlar, parvozdan ko'pkanlar. Sizlarga zo'r zotlarni ko'rsataman. Juda ajoyib makonni eng ozg'ini 4,5 kilo. 5 kilo makon ham bor ekan o'rtoqlar. O'ta zo'r. Bular endi hurkib qochib ketyapti. Voy, yaqinlashtirib bo'lmayapti bularni. Xo'roz ham 5 kilo bo'lib ketibdi, xo'roz, cho'ja. 4 kiloga cho'ja tulak o'tyapti ekan. Voy jonim sog'. Cho'jalar zo'r chiqibdi sizlarga. 9 ta qoldingizmi? Makkani ham ko'proq ekan, makkani ham. Makka ham 3 ta xolos. Makka ham 3 ta ham, uni karaxatga o'xshab chiqibdi, burgutga o'xshamaymiz. Cho'jalar, dansipincha salqin qilib ko'ramiz. Voy jonim sog'. Tugamaydi-ya. O'tgan yil uni yirik makkionlar ha. Voy, hammasi tulovga kirib tuxumlayaptimi? Uyapti, ha, qayerda uyapti bilmayman, bitta, ikkita. Mana jo'jalar. Yo'qsa pati yo'q, tozami? Kam patroqda. Toza xo'roz bo'ladi. Toza xo'roz yaxshi xo'roz bo'ladi. Zo'rqa xo'roz. Xo'rozlar ham yaxshi ekan. Bunalar sariqlar makan 3 tasi. 3 ta makan chiqdi. Qolgan hammasi. Kichkintoy ham makan chiqdi. Makanmi? Ha. Hamtagan shuni ham. Uni qora to'shni xo'roz, ha? Ha, qora xo'roz, qora. Qizil ham xo'roz. Xo'roz kalxatam xo'roz, kalam. Uni ham xo'roz, ha? Ha, u ham xo'roz. Mana 3 ta makan bor ekan patlar o'sgan. Xo'roz yaqinroq chaqirsa, men dompon berib Keladi. Bak. 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 yaqinlashgan sari qochib ketyapti aka bular. Ha do'stlar, xo'rozchani ushladik. Uni kilogrammi yengil 4 kilo kelib qolar ekan, ha? Lekin hali kechki cho'jalar. Ha, turishini qarang. O'ta toza chiqqan. O'zi bitta YouTube ham bo'ldi o'rtoqlar mana. Sotilaveradi. Ishqibozlarga aloqaga chiqib qo'rasizlar. Sotilaveradi, xudo xolasa yengil qilib beramiz. Umi zaratga haqiqiy barlarini qarang, o'ta kelishgan ekan. Ana do'stlar, navbatdagi xo'rozimiz. Bu ham o'sha kechki cho'ja, ha? Bu ham 3,5 kilo 4 kilo keladimi? 4 kilo. Qo'yaveringchi. O'ta zo'r chiqqan o'rtoqlar. Voy joning sog'. 4 kilo bor ekan bu, ha? Og'ir ham bo'lishi kerak, tortib ko'rish kerak. Oh, ketdi. Sotilaveradi o'rtoqlar ishqibozlarga. O'rtoqlar xo'roz bor, vaqti zo'r. 3,5 kilo 4 kilo chiqadi. 4 kilodan og'ir bo'lishi ham mumkin. Zo'r. Buni otasini ko'rganman, men otasidan sotib olganman. Buni otasini tuxumlarini ko'pchilikka sotganmiz. Zo'r chiqqan aka, rahmat, zo'r chiqdi deydi. Bu Shermat akaning xo'rozining zotidan bu. Chiroyli video qilay deyapman, tovuqlar bu yoqqa qochyapti. Hovli juda ham kattalik hisobiga ketib qolyapti. Yaqinlashtirib ola olmayapman. Makiyonlar o'ta yirik, ishonasizlarmi? Voy joningni. Do'stlar, qop-qorasini ham ushladik. Necha kilo примерно ko'tarib 4 kilodan o'tadi. 4 kilodan o'tadi bu, bog'irroq, ha? O'tgan yilga cho'ja o'rtoq. Hali tulakka to'liq o'tgan yo'q. Yaqinda o'tadi, bir qo'yda, ha? Bu xolisi. O'ta toza chiqqan ekan, parlari ham. Yo'llari o'ta zo'r ekan. O'sha buni ham bitta yutug'i bor. Haligi buni dumlari keladi, ha? Qolganlari Umidtekin bor, Akmal aka ekan, bolalar. O'shan ekan. Zo'rdim boqqan. Gap yo'q. Xo'roz tag'onni kelib chiqish egasi ham ma'lum ekan. Sotiladi, ishqibozlarga telefon qilinglar, kelishtirib, xudo xolasa. Uni kallaylari ham juda chiroyli chiqqanda. Mana o'rtoqlar. Ishqibozlar aloqaga chiqasizlar.